Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, bizni muntazam kuzatib kelayotgan hurmatli Chorva Olam YouTube ishqibozlari. Bugun sizlar uchun Surxondaryo viloyati Angor tumani baliqchilik to'g'risida chiroyli videorolik obzor tayyorlash uchun harakat qilib o'sha manzilga yetib keldik do'stlar. Videoni boshlashdan oldin videoga like bosamiz. Kanalimizda obuna bo'lmay kuzatayotganlar kanalimizga obuna bo'lishni ham unutmaysizlar degan unutamiz. Bugungi kunimiz hafta kuniga juma kunidan yaxshi kun bilan bugun videorolikni davom ettiryapmiz do'stlar. Bu yerda ko'rsatilib o'tilgan havzani ichida belamur chavog'i sotilish uchun tayyorgarlik ko'rilgan bu baliq. O'shanaqa baliqni izlab yurgan akalarimiz, obunachilarimiz bo'lsa, o'shalarga bir chiroyli bitta manfaatli videorolik tayyorlash uchun o'sha manzilga yetib kelganmiz do'stlar. Bu yerda 2 million dona belamur chavog'i turibdi. 2 million dona belamur chavog'i turibdi. Bu yerda balig'imiz bor. Balig'imizni kattaligiga keladigan bo'lsak, 2 bug'undan katta va sigaretkali. Balig'imizni kattaliklari. Balig'imizni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 600 so'mdan kelishiladigan joyi bor. Do'stlar, kimdaki mana shunaqa belamur chavog'ini izlab yurganlar bo'lsa, pastdagi qoldirilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqsalaringiz, inshaalloh savdo qilaverib olaverasizlar baliqni. Sizlar uchun chiroyli bitta manfaatli videorolik bo'lishligi uchun albatta manzilga keldik. Videoni shu joydan chiroyli obzor qilib chiqarib beryapmiz. Sizlar bizni qo'llab-quvvatlab, videoga like ni bosasizlardagi baliqchi akalarimizga o'sha videoni ulashib, gruppalarga tarqatib qo'yishda o'zlaringizni hissalaringizni qo'shsalaringiz, biz keyingi video chiqarishimizga o'zlaringizni hissalaringizni qo'shib qo'ygan bo'lasizlar va kanalimizni ko'tarilish uchun o'zlaringizni hissalaringiz, o'zlaringiz yordamlaringizni ham bizlar uchun juda qilib, nima deydi, yordam sifatida bizga yordam berasizlar degan umiddamiz. Do'stlar, bu yerda chiroyli narxdan, chiroyli razmerdagi baliqlar turibdi. Kim o'sha baliqdan izlab yurganlar bo'lsa, bizda qoldirilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqsalaringiz, kunning istalgan vaqti bemalol baliqni gaplashaveramiz va gaplashaverasizlar baliq haqida to'g'risi. Do'stlar, chiroyli videorolik qildik. Videoga maksimal darajada like ni bosamiz. Kanalimizda obuna bo'lmasdan kuzatayotgan bo'lsalaringiz, albatta obuna bo'lishni ham, obuna tugmasini ham bosib qo'yishni unutmaysizlar degan umiddaman. Biz videoni shu joyda yakun qilamiz. Chiroyli videolar va bundan keyingi videolar mol bozor, mashina bozor va shunga o'xshash videolar albatta kanalimizda chiqib boraveradi. Endi kanalimizda aktivlik uchun biz harakat qilamiz endi. Anchadan beri kanalimizga video joylanmay qoldik. Shuning uchun sizlardan uzr so'rab qolamiz. Bundan buyog'i endi biz uchun harakat. Olg'a dalshi olg'a harakat. Do'stlar, shu joyda videoni yakun qilamiz. Xudo xolasa kommentariyada o'zlaringizni fikr mulohazalaringizni qoldirib o'tasizlar. Har bitta kommentariya biz uchun qiziq. Har bitta fikr biz uchun qiziq. O'sha fikrga qarab, o'sha kommentariyaga qarab, keyingi video chiqarishga o'sha kommentariya orqali bilib olamiz. Kommentariyani yozamiz, kommentariyada to'ldirib Olg'a O'zbekiston yo aka bizga shunaqa videolar, mol bozor videolari, mashina bozor videolari, turli xil videolarni chiqarib o'ting deb yozib qolasizlar va kim baliqchilikka oid videolar chiqaring deydiganlar bo'lsa, o'sha fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar degan umiddamiz. Rahmat, sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha deb qolamiz. Rahmat.